qilishni boshlaydi. Inson o'zini yo'lda bo'lmaganda, boshqalarning yo'liga tushib qolganda, inson o'zini noqulay his qilishni boshlar ekan, azizlar. Men buni hayotimda juda ham ko'p kuzatdim. Bu tajribalarimda juda ham ko'p his qildim buni kuzatib, kuzatganligim uchun va mana shu xulosalarni beryapman-da. Inson agar boshqalarning yo'liga tushib qolganda, boshqalarning kasbida ishlayotganda, boshqalarning nima deydi, boshqalarning yo'liga tushib qolganda mana shu noroziliklar kuchayar ekan. Ayniqsa bu katta, eng katta belgilardan biri inson boshqalarning kasbida bo'lganda mana shu norozilik yaqqol namoyon bo'ladi. Inson o'z ishini emas, boshqalarning ishini qilayotganda, ya'ni boshqalar nima deydi, o'zi xohlamagan boshqa kasbda ishlayotganda mana shu norozilik yaqqol namoyon bo'ladi. Inson umuman energiya olmaydi u ishdan, doimiy norozi kayfiyatda, doimiy unga pul yetishmovchiligi bo'ladi-da. Ular mayli pul yetishmovchiligi ham mayli, juda ham katta qarzga kirib ketadi-da. Ishlaydi, ertalab kech ishlaydi, lekin umuman unda nima deydi, rozilik va o'sha pullardan qoniqish hissini umuman his qilmaydi, umuman qadrsiz bo'ladi bunaqa pullarda. Eng birinchi belgilardan biri mana shu inson o'zi xohlamagan kasbda o'zini majburlab ishlashi, mana shu eng katta belgilardan hisoblanadi-da.